Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu narsadan yasash kerak edi. Nirjavika. Mayli, aka, hozir ishim borligi ozgina srochniy bo'lmasa, men qilib berishim mumkin. Yo'q, bugunga kerak edi. Yo'q, mayli, bugungi kechgacha bo'lsa bo'ladi. Mayli, nech pul bo'ladi o'zi? Xo'p, bu narsa shlitsasi bor ekan, teshiklari, hamda nakatkasi bor ekan. Men pasatganmi deyman-da buni? Nirjavikadan bo'lish kerak edi. Nirjavikadan bo'lsa, где-то 1,5 millionlar bo'ladi-da. 1,5 million? Namuncha u nima ishi bor o'zi buni? Unaqa 1,5 million bo'ladi. Yo'q, endi aka, shlitsasi bor, tem bor, nirjavika deyapsiz, teshiklari, usti hamma yog'i pasatka buni. Menimcha stanovnik shekilli, adashmasam. Qanaqada stanovnik bo'lsa kerak. O'shanga bu ishi bor-da aka, o'ziga yarasha. Nirjavikadan deyapsiz. Menda nirjavika material bor, olib kelib beraman materialini. Endi mayli, materialga ketsa bir 100 ming so'mlik ketar, 1 million 400 berasiz. Voy, u ishingizga shuncha so'rayapsiz hali. Aka, Insof bormi insof? O'zi bu bilmas ekan, tushunmas ekan, zaratga qo'yaverasizmi shunaqa? Yo'q, tushunganda, tushunmaganda emas gap aka. Siz o'zingiz nima ish qilasiz o'zingiz? Men zubnoyman. Ha, stomatologsiz. Ha. Siz o'zingiz nimaga qarab belgilaysiz narxni? Ha, sug'urish hozir 200 ming bo'layotgan bo'lsa, plombangiz 300 ming, 400 ming bo'layotgan bo'lsa, nimaga qarab belgilayapsiz? Odammi, tishigami, og'zigami, nimaga? Yoki olayotgan narsangiz qimmatmi? Hozir siz metal arzimagan pulga ishingizga so'rayapsizmi deysiz. Nimaga asoslanib siz unaqa o'zingiz summa olasiz, pul olasiz shunaqa? Endi biz o'qiganmiz, bu sohaga o'qib ishlayapmiz. Mana shu joylarga kayf qo'raman-da men. Biz nima qilganmiz? Biz, ha? Biz nima qilganmiz? Biz o'qimaganmiz, biz ahmoqmiz, biz jinnimiz. Nimaga ko'tarib keldingiz buni? Biz o'qimagan bo'lsak, biz qila olmaydigan bo'lsak buni? Ha? Siz g'alati emasmi gapingiz? Biz o'qiganmiz. Va baribir ozgina insof bilan so'rash kerak edi. Men hozir buni sotib olsam, yo'q. magazinga sotib olganim arzon. Bu temirni, issiq temirni ishlab, buni qo'lingizni kuydirib, boshqa qilib, shuncha mehnatingiz, vaqtingiz, qo'lingizni qorasi, issig'i, boshqasi ketganda pul so'rasak, bu insofsizlik bo'ladi. Siz anta shundoq qilib, mana tishimni og'ridi, jonimni og'ridi, shundoq sug'urib olib turib 300 ming so'raganingiz, u insofli bo'ladi. Siz g'alati emasmi aka sizni? Mayli, bu yoqqa oling, men sotib olganim arzon tushadi undan ko'ra. Boring, sotib oling. Yaxshi sog' bo'ling.